haqidagi Sergelidagi morgga borib, mana bu narsani sezganman va bu yerdan xuddi shunaqa hid turibdi. Mana shunday uychalarda odatda o'lim farishtasi o'tirardi. Yomon millat yo'q. Lekin har bir millatda yomon odamlar yetarlicha. Saqlanib qolingan hujjatlarga ko'ra, bu yerda 1 million 100 mingta odam bo'lgan. Ayniqsa kichkina bolalar va ayollarning oyoq kiyimlarini ko'rish bu yerda achinarli. Xo'sh, narkozsiz mana shunday qo'rqinchlik operatsiyalar bo'layotganda chaqaloq qolaversa kichkina bola qancha yashaydi? Bugun men hayotimda eng qo'rqinchli muzeyga keldim. Bu joyning nomi xalq tilida o'lim qarorgohi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun Mr. Otabek TV kanali orqali men sizlarga Polshada joylashgan va 1940-yilda ochilgan eng qo'rqinchli konslager Auschwitz-Birkenau ni ko'rsatib beraman. Tepadagi yozuvga e'tibor beringlar. Arbeit macht frei deb yozilgan. Ya'ni aynan mehnat orqali odam ozodlikka erishishi mumkin. Aslida bu eng yolg'on ma'lumot bo'lgan. Chunki bu gaplarni asl ma'nosini tushunib yetadigan bo'lsa, aynan o'lim odamni ozodlikka olib kelishi mumkin. Chunki mana shu darvozadan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 1 million 100 mingta odam o'tib ketgan va 90% shu yerda qolib ketgan. Sovet Ittifoqining ensiklopediyasiga ko'ra bu yerda 5 million odam vafot etgan. Chunki natsistlar bu yerni tark etgan paytda hujjatlarning deyarli hammasini yo'q qilishgan. Saqlanib qolingan hujjatlarga ko'ra bu yerda 1 million 100 mingta odam bo'lgan. Agar ushbu videoni oxirigacha ko'rsanglar, qay tarzda bilib olasizlar, 1945-yilda bu yerga Sovet Ittifoqining askarlar kirgan. Bu yerdagi odamlarni qutqarish uchun. Bu yerda o'sha paytda atigi 7 mingga yaqin odam bo'lgan xolos va ularni deyarli yarmi o'lib ketgan. O'sha askarlar kirishi bilan. Askarlarning kirishi ularning o'limiga sabab bo'lgan. Nimaga? Buni albatta videoning oxirida bilib olamiz. Bugun Sobir Rahimov haqida ham gaplashamiz. Markaziy Osiyodan eng birinchi bo'lgan general. Nima uchun uning qabri aynan Polshada joylashgan? Ularning hammasini bugun ko'ramiz. Demak, like-ni bosib qo'yamiz va Auschwitz-Birkenau eng qo'rqinchli konslagerni bugun birgalikda ko'ramiz. O'lim qarorgohiga bo'lgan asosiy darvoza shu edi va undan mana shu yerga maxsus poyezd to'xtagan. Poyezdning ichida to'la mahkumlar bo'lgan va bu mahkumlarni ikki toifaga bo'lishgan. Eng birinchisi bu yosh bolalar, ayollar, yosh ulug' insonlar va nogironlar. Ularning hammasini darhol shu yerga yuborishardi. Ya'ni gaz kameralarda ularni darhol o'ldirishlari kerak edi. Chap tomonga esa mehnatga tayyor bo'lgan, qolaversa soppa-sog' bo'lgan erkaklarni aynan mana shu yerga yuborishardi. Hozirda sizlarga aynan bu mahkumlar qayerda yashagani va bu birinchi toifaga kirgan mahkumlarni qayerda o'ldirib yuborishganlarini ko'rsatib berishga harakat qilamiz. SSning maxsus shifokori olib kelingan odamlarni, demak, har xil toifalarga bo'ladi va eng sog'lomlarini mana shunday baraklarga karantin uchun olib kiradi. Karantinning asosiy maqsadi kelgan mahkumlarni ruhan sindirish. Yuringlar, hozirda sizlarga ular qanaqa sharoitda yashaganlarini ko'rsatib beraman mana shunday baraklarda. Aslida original ko'rinish bunday bo'lgan. 400 tagacha odam mana shu yerda demak yashagan. Birinchi qavat, ikkinchi qavat, uchinchi qavat. Shunaqa qilib odamlar mana shu yerda karantinni o'tkazishardi va eng asosiysi ularga juda ham kam ovqat berilardi va ular juda ham ko'p mehnat qilishardi. Shuning uchun bu yerda kelgan odamlar yoki kasalliklardan yoki ochlikdan yoki og'ir mehnatdan o'lishardi. Bu xonada sud bo'lardi. Har kuni 1000 dan ortiq odamni o'lim jazosiga mahkum qilishardi. Mahkumlarning yotoqxonalari, pastdagi ko'rpalar hammasi haqiqiy o'sha paytdan saqlanib qolingan. Marhamat, bu yerda ham o'limga mahkum qilinganlarni aynan shu yerdan ochardi. Aslida bu yerda 90% Yahudiy millatiga oid bo'lgan insonlar, qolgani slavyanlar, lo'lilar va O'zbekistondan ham bo'lgan ekan bu yerda. Mahkumlarning ichida. Bilasizlarmi? Yomon millat yo'q. Lekin har bir millatda yomon odamlar yetarlicha. Siklon 5 bu xavfli hasharotlarga ishlatiladigan zaharli modda.
lekin natsistlar mana shu moddani qaytadan ishlov berib odamlarga ishlatishardi, maxsus o'ldiradigan gaz qilib. Va mana shu gaz ushbu trubalar orqali o'tib ketardi va hamma odamlarni aynan mana shu biz hozir turgan yerto'lada o'ldirishgan. Mana shu gaz kameralarida birinchi o'rinda kichkina bolalar, ayollar va yosh ulug' insonlar o'ldirilgan edi, o'sha bundan oldin aytib o'tgan gaz orqali. Odamlarni aldashardi. Sizlar bugun dush qabul qilasizlar deb ularga hattoki sovun va sochiq berilardi, ularni shu yerga olib kirishardi. Va keyin esa mana shu eshikni yopib qo'yishardi. Natsistlar bu yerda har xil tibbiyot bilan bog'liq bo'lgan eksperimentlar o'tkazishgan deb o'zlari aytishgandi, lekin bu eksperimentlar tibbiyotga hech qanaqa aloqasi bo'lmagan. Masalan, ular vengriyalik mana shu 86 kiloli ayolni har kuni ozgina non berib, ozgina suv berishardi va kuzatishardi. Qanaqa holatga u aylanib qolishi mumkin? Bilasizlarmi, bu ayol qanaqa holatga aylanib qolgan? Mana shunaqa. Uni vazni natijada 30 kilo bo'lgan. Va bu yerda tirik qolgan 7000 ga yaqin bo'lgan mahkumlar, ularning og'irligi, ularning vazni bu yerga Sovet ittifoqini askarlari kirib kelganda 30-40 kilo edi. Bu yerga tushgan odamlarning ko'zoynaklari. Hozirda esa bu odamlarning taroqlarini ham ko'rasizlar. Mana. Har bir odamning shaxsiy narsalari olib qo'yilardi va saqlanardi. Oyoq kiyimlar. Ayniqsa bolalarning oyoq kiyimlari juda ham ko'p. Kiyimlar. Birinchi o'rinda imkoniyati cheklangan insonlarni bu yerda otib tashishardi yoki maxsus kameralarda gaz orqali o'ldirishardi va o'sha nogiron odamlarni protezlari mana shu yerda. Bu esa o'sha odamlarning idish tovoqlari. Bu esa mana shu yerda o'lib ketgan odamlarning oyoq kiyimlari haligacha saqlanmoqda. Marhamat. Ayniqsa kichkina bolalar va ayollarning oyoq kiyimlarini ko'rish bu yerda achinarli. Mahkumlarning kiyimi, real kiyimi. Auschwitz-Birkenauga 1940 va 1945 yillarning o'rtasida ro'parasi 232 mingta kichkina bolalarni olib kelishgan. Va Sovet ittifoqi bu yerga kirib kelganda 1945-yilda atigi 650 ta bolani qutqarib qo'ygan. Mana hozir bolalarning ko'zidagi qo'rquvni ko'rasiz. Avvalambor bu bolalarning kiyimlari. Mana shu yerda olib kelingan bolalarning kiyimlari. Endi esa mana bu bolajonlarni ko'ringlar. Mana shu qizni ko'ziga qaranglar. 223 mingtaning ichida 216 mingtasi demak yahudiylar edi, qolganlari boshqa millatlarga oid edi. Lekin bular axir kichkina bolachalar-ku. Bu bolani qarang, mardligini hattoki kameraga ham qaramagan. Bu esa krematoriy. Kuniga bu yerda natsistlar 4700 ta jasadni yoqib yuborishgan. O'sha paytda qanaqangi atmosfera bo'lgan bo'lsa, haligacha shunaqa. Mana o'sha o'lim tandirlari. Odam o'ldirishgandan keyin jasadni shu yerga qo'yishardi va mana shu yerga tiqib olishardi, chunki odamdan hech narsa qolmasligi kerak edi. Har bir qolgan murda bu ashyoviy dalil. Shuning uchun ham aynan shu yerda millionlab odamlarni jasadlarini yo'q qilishgan edi. Odamni tanasini yoqishganda hech qachon yo'qolmaydi. Bilasizlarmi, biz bu narsani o'qish paytida Toshkent shahridagi Sergelidagi morgga borib, mana buni sezganman va bu yerda ham xuddi shunaqa hid turibdi haligacha. Malchik в полосатой pijama kinosini ko'rganmisiz-da? O'sha yerda mana shunday konslagerning rahbarining o'g'li o'zini tengdoshi mana shunday konslagerda demak mahkum bola bilan tanishib qoladi. Uni ismi Shmul bo'ladi va ular demak mana shunday panjara orqali har kuni gaplashishadi va esli bo'lsa bir kuni o'sha konslagerda rahbarining o'g'li ham panjarani tagidan o'tib oladi va ko'rmoqchi bo'ladi o'zi nima ekan bu yoqda o'zi.
va esingizda bo'lsa kinoni oxirida u ikkala bolachani ham o'sha o'lim hammomxonasiga olib kirib ketishadi va o'sha yerda barcha odamlarning ichida ularni o'ldirib yuborishadi. Va buni ham bilishimiz kerakki, qaytar dunyo bular hammasi real voqealar bo'lgan. Aytgancha sizlar aynan konslagerlar haqidagi qaysi kinolarni ko'rgansizlar? Iltimos kinolarning nomini ushbu video tagida izoh tarzida qoldiring. Biz esa davom etamiz. Bu yerdan deyarli hech kim qochib ketmagan, chunki ko'rib turganingizdek, mana shu yerda tok qolaversa o'rnatilgan va tepadan maxsus askarlar qo'riqlashardi bu joyi. Kim hech bo'lmasa mana shu yerga yaqinlashsa, ularning hammasini otib yuborishgan. Lekin baribir bu yerdan kam bo'lsa-da, lekin qochgan odamlar bo'lgan. Aynan o'shalar birinchilardan bo'lib, bu yerdagi qo'rqinchli voqealarni aytib berishgan. General Sobir Rahimov Markaziy Osiyodan eng birinchi chiqqan generallardan biri bo'lgan va uning qabri shu yerda, Polshada, Gdansk shahrida joylashgan. General Sobir Rahimov aynan Auschwitzga kirib kelgan askarlarning qatorida bo'lmagan, lekin Polshani Gitlerning nazoratidan chiqarib yuborish uchun ancha hissa qo'shgan. Nima deb o'ylaysizlar? Uning qabrini borib biz ziyorat qilishimiz kerakmi yoki yo'qmi? Agarda ushbu video tagida o'z javoblarini izoh tarzida qoldirsanglar, aynan mana shu javoblarga qarab biz balkim Gdansk shahriga boramiz va general Sobir Rahimovning qabrini ziyorat qilamiz. Aynan mana shu joyni Holokost bilan bog'liq bo'lgan asosiy muzey deb atashadi. Ya'ni Auschwitz-Birkenau. Polshaliklar bu shaharni nomini Osvensim deb chaqiradi, lekin bu yerga kelgan Gitlerning askarlari Auschwitz degan nom berishadi. Endi to'g'ri nomi aynan Auschwitz, chunki Osvensim shahri bilan bu joyni adashtirib yubormaslik uchun. Men bir hujjatli kino ko'rgandim. U yerda Rossiyada, demak, katta sinflarning o'rtasida maxsus bir konkurs bo'lgan va u yerda o'sha birinchi etap bu ijodiy bo'lgan qism va ikkinchi qismi bu bilim bilan bog'liq bo'lgan. O'sha yerda demak bir qizlar g'olib bo'lgan birinchi etapda va ikkinchi etapda demak so'roq javob bo'lgan va o'sha demak imtihon olayotgan odamlardan biri so'rab qo'ygan ulardan. Holokost o'zi bu nima? U qizlar shunday o'ylanib qolishganda, bittasi aytgan, esimda yo'q. Tarix fanidan biz o'tgandik bu narsani deydi. Ikkinchisi aytadiki, "Amani esimda. Holokost degani deydi o'sha qiz. Bu abo'y yopishtirish bilan bog'liq bo'lgan maxsus kley bo'lsa kerak deydi." Shunda o'sha komissiya a'zosi aytadiki, "To'g'ri javob. Va sizlar Yevropaga maxsus bir turni yutib oldinglar. Men sizlarni Polshaga olib boraman" deydi va ularni shu yerga, mana shu konslagerga, Auschwitz Birkenauga olib kelishadi va sizlarga ko'rsatganimni ularga ko'rsatishadi. Ular bularning joylarini ko'rib yig'lab borishadi. Bu yerdagi mana shu vaziyatni ko'rib, ular aytadiki, tarix fanidan o'tayotgan paytimizda e'tibor bilan eshitmagan ekanmiz va afsuslanishadi. Kino nomi juda ham zo'r. Holokost. Abo'ylar uchun maxsus kley. Eng asosiy o'lim bilan bog'liq bo'lgan hammomxona mana shu yerda bo'lgan. Ko'rib turganlaringdek rasmda u mana shunday ko'rinishda bo'lgan va hozirda bu hammomxona buzilib ketgan. Demak, prinsip shunaqa bo'lgan. Mana bu asosiy kiradigan joy bo'lgan. Ayollarni, demak, nogironlarni, yosh bolalarni, qolaversa mehnatga noloyiq bo'lgan odamlarni shu yerga, demak, hammomga olib kirib ketyapmiz deb aldab olib kirishardi. Bu yerda esa maxsus orkestr turardi va zo'r qo'shiqlarni chalib turishardi. Ya'ni birinchidan bu odamlarni ko'proq aldash, eng asosiysi, demak, mana shu odamlar o'ng tomonga kirib, ichinib, keyin esa chap tomonga kirib, o'sha yerdagi gaz kameralarda, demak, ular jon berayotgan paytda ularni faryodini atrofdagilar eshitmaslik maqsadida. Va eng asosiy, demak, qo'rqinchli voqealar aynan mana shu buzilib ketgan binoni chap tomonida bo'lib o'tgan edi. Bu yerga kirayotgan odamlarga sochiq va sovun berilardi. Aytishardiki, bu demak sizlar kirib bu yerda faqat shu oddiy hammom xolos. Lekin ichkariga kirishganda hattoki kranlar ham ishlamaydigan kranlar bo'lgan va undan keyin maxsus bir zaharli gazni yoqishardi va demak bu yerdagi hamma odamlar o'lib ketardi. Ichkarida bu hammomxona buzilmasdan turib, devorlarda hattoki mana shunday odamlarni tirnalgan, demak devorlarni tirnagan qismlarni ham ko'rish mumkin agarda hujjatli kinolarni ko'rsanglar. Demak, aynan
mana shu o'lim lageridan tirik qolgan odamlar bu yerga kirishgan paytda butun lagerda ko'rishsa-da, lekin mana shu hammomxonaga u buzilib ketganiga qaramasdan haligacha hech qaysining hattoki qarindoshi ham yaqinlasha olmaydi. Auschwitzdagi mana shunday uychalarda odatda o'lim farishtasi o'tirardi. Agarda aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, doktor Yozef Mengele. Bu doktorga bu yerdagi mahkumlar shunaqa nom berishgan, ya'ni o'lim farishtasi. Bu odam bu yerda eksperimentlar o'tkazardi, ayniqsa endigina tug'ilgan chaqaloqlarning ustida. Auschwitz agarda 5 yil davomida shu yerda faoliyat olib borgan bo'lsa, demak 5 yilning ichida 200 dan ortiq chaqaloq tug'ilgan va ularni hammasini aynan doktor kutib olardi. Ularning ustida o'zini eksperimentlarni o'tkazardi. Ayniqsa doktor qachon xursand bo'lardi, qachon egizaklar tug'ilganda. Ayniqsa u shunaqa bir maxsus bir operatsiyalarni bir o'tkazardiki, aynan narkoz ishlatmagan holda va sinab ko'rardi. Xo'sh, narkozsiz mana shunday qo'rqinchli operatsiyalar bo'layotganda chaqaloq, qolaversa kichkina bola qancha yashaydi? Mana shunday qo'rqinchli eksperimentlar aynan mana shunaqangi joylarda amalga oshirilgan. 27-yanvar 1945-yilda Sovet ittifoqining askarlari Auschwitz-Birkenauga kirib kelishadi va bu yerdagi mahkumlarni qutqarishga harakat qilishadi. Ungacha esa bu yerdagi natsistlar hammasi qochib ketgan bo'ladi va 95% hujjatlarni yo'q qilishga ulgurishadi. Bu yerda 30-40 kilo vaznli odamlar askarlarning oldiga chiqib yordam so'rashadi va askarlar yonidagi kashalari, nonlari berib ularga yordam berishga harakat qilishadi. Lekin bu yerdagi ko'plab mahkumlar ovqatni yeb joyida halok bo'ladi, chunki u paytda shunaqa bir tibbiyot protokoli yo'q edi. Haftalab ovqat yemagan odam qattiqroq ovqat yegandan keyin uni o'lib qolishini hech kim bilmasdi. Aslida bu mahkumlarga boshida suv ovqat berish kerak edi va asta-sekinlik bilan o'sha kaloriyani ko'paytirib borish kerak edi. Bu faktni u paytda ular bilishmagan va afsuski ba'zi bir mahkumlar shu yerda o'zida halok bo'lgan. Lekin keyinchalik Afrika davlatlariga yordam berilish boshlangandan keyin aynan mana shu protokol bo'yicha ish olib borilgandi. Ya'ni o'sha haftalab och yurgan bolajonlarga Afrikada boshida o'sha suv ovqat va demak ovqatni juda ham past bo'lgan kaloriyasida berishni boshlashgan. Do'stlar, aslida men bundan oldin Yaponiyadagi Hiroshima va Nagasakiga borganimda tilim aylanmay qolgan edi o'sha joylarni ko'rsatgan paytimda, chunki u joy ham 20-asrda eng qo'rqinchli fojiasi bo'lgan joylardan biri edi. Bu yerda ham shunaqa hissiyotlar bo'lyapti. Va har safar men videoni oxirida sizlarga bitta like qo'yinglar deyman. Bu safar men sizlardan bu iltimos qilmayman. Like qo'ymanglar. Faqatgina kerakli xulosani qilinglar. Bunday qo'rqinchli voqealar qaytarilmasligi kerak. Umid qilaman, hech qachon hech qaysi millat, hech qaysi xalqqa nisbatan bu narsa qaytarilmaydi. Sog' bo'linglar va xulosasidan